Assalomu alaykum hurmatli Instagram kuzatuvchilar va kanalimiz a'zolari. Bugun namanganlik akalarimizda Cobalt avtomashinasiga farkoblarni uстановка qildik va pritsepimizni ulab berdik. Pritsepimizning razmeri 2.30 ga 1.40 cm. Xudo xolasa mana chiroyli qilib ko'rib turibsizlar, uстановкасini qilib berdik. Pritsepimiz oluvchining nomiga shu faktura bilan chiqadi. Oluvchi qaysi viloyatda uchida tursa, tuman yoki shahar marolaridan nomer pasportini qadab olasizlar akalar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Boyda tumani Qo'shtepa qishlog'idan bo'lyapti. Murojaat uchun telefon raqamlarimiz 99lik kod bilan 23688, 90lik kod bilan 1763688 akalar. Obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Xudo xolasa mana Ramazon oyi uchun aksiyalarimizni e'lon qilganmiz. Moshalangda farkopi yo'q bo'lsa, farkopini pritsepni narxini ichida uстановка qilib beramiz. Farkoplang bo'lsa, ustiga karkasini, ya'ni reshotkasini uстановка qilib beramiz akalar. Murojaat qilaverasizlar. Telegram, WhatsApp, Instagram hammasini aloqa qilib chiqaverasizlar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Like bilan подписка qilib turasizlar. Akamizda mana ikki og'iz gap bor ekan. Xudo xolasa ustalarimiz yaxshi, zo'r aytgan kunlarda chiroyli qilib aytganimdek ko'ngildagidek qilib bitirib berishdi. Rahmat usta, zo'r ekan. Chiroyli. Tanlovda adashmanglar akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.